Keyin men siz uchun zo'r mahsulot olib keldim. Bu videoni o'tkazib yubormang. Albatta yoqadi. 3tasi bittada, 3 в 1. Bitta o'q bilan 3 ta quyonni bemalol yiqitishingiz mumkin. Bu mahsulotimiz parojok bo'ladi, kirlarni bemalol tozalay beradi. Birinchi o'rinda kiyimlardan shirin hid taratib beradi. Ikkinchi o'rinda dog'i bor kirlarni yo'qotib beradi va oq kiyimlarni uchinchisi oqartirib beradi. Alohida garnier hid chiqaradigan, alohida parashok va alohida oqartiradigan mahsulotlar olib o'tirmaysizda, mana shu mahsulotni olasiz, bemalol ishlatasiz. Germanskiy mahsulot bo'ladi. Agar ko'proq ob'yomda xarid qilaman demoqchi bo'lsangiz, ularni telefon raqamlarini qoldiraman, firmaning egalarini. Agar bir ikkita sotib olaman deydigan bo'lsangiz, bizga kelsangiz, bizda mahsulot bor. Hidi ham juda ham shirin, sizga yoqadi. Bir marta olib ishlatib ko'ring. Mana bunaqa dona kapsulani olib ishlatgandan ko'ra mana shuni olib ishlatganingiz yaxshi. Bu kapsulalar bilasiz, to'g'ri aytasiz, 5000 dan. Bu mahsulotimiz esa 15000 so'm. Bu mahsulotdan olganingizdan keyin bemalol 10 marta kirib yuvsangiz bo'ladi. Ko'p gapirib o'tirmayman. Ko'p marta eshitgandan, ko'rgandan ko'ra bir marta olib, xarid qilib ishlatib ko'rganingiz yaxshi. Muammoyingizga masalani hal qilishga yordam berganimdan juda ham xursandman. Keling, bizda bor. Biz 24 ga 7 ishlaymiz. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz.